Qabrdagi savol-javoblar haqida bilasizmi? Robbing kim? Robbim Alloh. Dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Muhammad sallallohu alayhi va sallam. 3 ta javob topgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Kitobing qaysi? Kitobim Qur'oni Karim. Tilaging nima? Tilagim iymon. Qiblang qaysi? Qiblam Ka'batulloh. Millating qaysi? Ibrohim Halilulloh millatidanman. 8-savolga o'zingiz javob toping. Kimning mazhabidansan?